Yo, assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Qidiruv. Bu videomizda kamon qanday sehrlarga sehrlashni o'rgataman. Birinchi bo'lib bizga anvil va kamon olamiz. Birinchi bo'lib mana yerda Flame degan kitobni olib, uni oldida Infinity degan kitob ham bor. O'shani olamiz. Keyin mana yerda Power 5 bor. Keyin Punch 2 bor. Uni olib kamonni sehrlay boshlaymiz. Endi bitta Unbreaking olsak, yo mana u 5 ta narsaga kuchaydi. Endi oddiy kamon bilan sehrlangan kamonda qanday kuchliligini sinab ko'ramiz. Birinchi sehrlangan kamonda bu golemga otamiz. Bu oddiysida esa unga otamiz. Qaysi biri birinchi o'lsa, o'sha kamonni yutadi. Ana bir kamon otdik. Ana bir, yana ikkinchisi bu. Bunisi ikincisi. To'rtta kamon otsak o'ldi. Demak sehrlangan kamon kuchliroq bo'lib chiqdi. Golemni bo'sh yurganda sehrlangan kamon bilan otsak-chi. Judayam uzoq uchib ketadi. Ko'rayotganingizda. Yana bitta esa oddiy kamon bilan otamiz. Qaysi biri uzoqroq o'tdi? Kommentariya yozib qoldiringlar va like bosinglar. Shunday qilib qaysi kamon yutganini o'zlaringiz aytingizlar. Mana bu ham o'ldi. Xo'sh. Endi ikkoni qanday jang qildirsak bo'ladi? Deydi. Men sizlarga bir narsa qurishni o'rgataman. Uning uchun bizga redstone chiroq va oxscha desak bo'ladi. Narsa tashlagich kerak bo'ladi. Biz birinchi bo'lib taxta olamiz, to'g'rirog'i. 9 ta bo'lib qilib turib, mana yerini ochiq qoldiramiz, o'rtasini. U yerga esa mana bunday qilib bitta tugma qo'yamiz. Unga esa kamon otiladi va shunday bosiladi. Endi taxtali bunodan shunday olib kelib birin-ketin shunday qo'ysak, birin-ketin shu yerga qo'yib chiqamiz. Va buni tepaga olib chiqamiz.
ichida esa keyinroq nima qilishimizni aytaman. Bunday qilib bir qilsak, bir chiqarib qo'ysak, bu yerga biz mana bundan qo'yamiz. Shunday bo'lib, mexanizm shunday ishlaydi. Mana shu yerga shunday tekish kerak va signal beradi. Va u yerga biz olmos qo'yamiz. Bir stak olmos. Bu ishini shunday to'ldirsangiz ham bo'ladi. U yerda bitta narsa xato ketibdi. Bu restonlar olamiz, chunki u yer xato, bu yer bizga kerak emas endi. Va yana shunday qilib qo'yganda otadigan olamiz, bu yerga qo'yamiz va shu yerga redstone'ni qo'yamiz. Chekasidan mana bunday narsalarni qo'yamiz va shunday qo'yib chiqamiz. Shunday qilamiz va mana yerlarda redstone'lar to'g'irlab chiqish kerak. Bular shunday yoniq turadi va mana shu yerga mana bu yerga signal berilganda mana buni qo'yib turib va mana shu yerga otsak
Noto'g'ri ketdi. Xo'sh. Bizga shunday sovg'a tashlab beradi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariya yozib qoldiringlar. Like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Kim bilgan bo'lsa, kommentariya yozsin, bilmaganlar obuna va like bosib, obunani bosinglar. Like'larni yondiringlar.